Assalomu alaykum barchaga aziz do'stlar, hammalar yaxshimisizlar? Ayni damda biz Chinortay istirohat bog'idamiz. Internet tarmoqlari sizlarga bo'lishiga qaramasdan tasvirlarni sizlarga ulashtirib davom etamiz. Bu yerda bahoniylar ham janglarda jon berar chog' mardona, behad azoblarga chidab so'ngidan bitta so'z demishlar, shivirlar ona. Ulug' bir donishmand olamni sharhlab, axiri tanibdi tuqqan elini, zabon baxsh etganga ehtirom aylab, ona deb atatdi ilk bor tilini. Dunyo shoirlari vatan sha'niga sifat axtarmishlar qator va qator, nihoyat kelmishlar bitta ma'niga, ona vatan deya bitmishlar ash'or. Bisyor bo'lsa agar bol ham beqadr, takror aytilganda rangsizdir kalom. Bu yorug' olamda vatan bittadir, bittadir dunyoda ona degan nom.
Assalomu alaykum aziz muhtarama onalar, mehribon opa-singillar hamda bugungi tadbir ishtirokchilari. Barchangizni viloyatimiz bo'ylab o'tkazilayotgan Onalarga ehtirom festivaliga xush kelibsizlar deymiz. Onalarga ehtirom festivalini ochib berish uchun so'zni tuman hokimi o'rinbosari, Xotin-qizlar qo'mitasi raisi Hamidaxon opa Abdug'aniyevaga beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli onaxonlar, hurmatli tashkilot, korxona xodimlari. Mana bugun tumanimizda onalarga ehtirom tadbiri o'tkazilyapti ekan. Avvalambor bu bayram bilan hammalaringizni chin ko'ngildan tabriklayman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bugungi tadbirimizda 10 tadan ortiq korxona tashkilotlarimizni xodimlari o'z onalarini dil so'zlari bilan yuraklarida qolib ketgan yoki ayta olmagan dil so'zlarini bugungi tadbirda hammani ishtirokida bemalol e'tirof etib, onasiga bo'lgan munosabatni qay darajada ekanligini namoyish qilishadi. Bundan tashqari mana maktab o'quvchilarini taklif etganmiz, mahalla xodimlarini taklif etganmiz. Bu tadbirimizdan maqsad nima? Yoshlarimiz o'rgansin. Qanaqa qilib rahbarlar yoki faoliyat ko'rsatayotgan korxona tashkilot xodimlari shu darajaga yetib kelishlari uchun onalarimizni qanday xizmatlari bor? Onalarimiz bu xodimlarni qanaqa qilib nima deydi? Komil inson darajasiga olib chiqqanligini bular ko'z o'ngida o'z quloqlari bilan, ko'zlari bilan ko'rishlari shart. Mana shu maqsadda biz bu tadbirni o'tkazyapmiz. Bu tadbirda mana ichki ishlar xodimlari, obodon xodimlari, shu kabi korxonani xodimlarini onaxonlari o'tiribdi davramizda. Mana shu fursatdan foydalanib men bu onaxonlarimizga uzoq umr tilayman. Sog'lik, salomatlik tilayman. Tarbiya qilgan farzandlarini yanada kamolini ko'rish, nabiralar, nima deydi, chevaralar kamolini ko'rishni nasib qilsin. Hammamizga ham mana shunday o'tirgan nuroniy onaxonlarimizni yo'lini bersin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Tadbirimizni ochiq deb e'lon qilaman. Umr tezda o'tyapti, biroq bu tanamni titratar titroq, sochlarida ko'rinibdi oq. Onamni hech qaritma, hayot. So'zlaganda so'zlari dori, bukilmasin, sinmasin ori, tik tutadi qaddini bori. Onamni hech qaritma, hayot. Bugungi chiroyli tadbirimizni sizlarni aziz onaxonlarni tabriklash uchun so'zni Oliy Majlis Qonunchilik palatasining deputati hozir yetib keldilar. Mamajonova Dilbarxon opa rahmatini beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum aziz tumandoshlar, qadrli onaxonlar. Mana shu onaxonlarni katta qilib, mana shunday chiroyli bir farzandlarni voyaga yetkazganlaringiz uchun sizlarga ta'zim qilamiz. Qancha ta'zim qilsak shuncha kam. Ilohim umrlaringiz uzoq bo'lsin. Mana shu yurtimizni, mana shunday farzandlarni o'stirib, xalqimiz, yurtimiz, prezidentimizga xizmat qiladigan farzand qilganlaringiz uchun rahmat sizlarga. Hamda shu bilan birgalikda mana shunday onasini bugungi kunda mana shunday bayramga olib chiqib, qadrli qilib, ehtiromga loyiq topgan farzandlar uchun ham minnatdorchilik bildiramiz, chunki sizlar bor ekansizlarki, mana shunday onalaringizga mana shu yuzaga chiqib, tumanimizda eng oldin onalari qilishlaringizga erishgansizlar. Buning uchun mana shu tumanimizdagi barcha onalar o'zi ehtiromga loyiq, chunki bugungi kunda xalqimiz, prezidentimiz o'zi ayollarimizga beriladigan e'tiborni, mana yuksak e'tiborni ko'rib, eshitib turibsizlar. Har bayramlarda, har mana shunday bir aziz kunlarda onalarni alohida e'tiromga loyiq qiladilar. Shu bilan birgalikda ayollarga bo'lgan e'tiroflari umuman bo'lakcha, uni ta'riflashga til ojiz. Shuning uchun men bugungi bayram bilan barchani tabriklayman. Hammani xonadoniga tinchlik, xotirjamlik, fayzi baraka. Sizlardek aziz onalar doimo mana shunday ehtiromda bo'lib, farzandlar, nevara-chevaralar rohatda
bo'lib yurishlaringizni tilab qolaman. Ilohim mana shunday farzandlarni yetishtirgani uchun sizga yana bir bor ta'zim bajo bildiraman. Rahmat. Rahmat. Rahmat opa. Endigi navbatni har sohada o'zlarini ilg'orligini qancha bo'lsa ham uyidan tashlab kelib, oila bola chaqasini unutib, har doim mehnatda bo'layotgan hurmatli shifokorlarni davraga taklif qilamiz. Ular o'zlarining onalariga dil izhorlarini namoyon etadilar. Marhamat. Assalomu alaykum davra mehmonlari, hurmatli onajonlar, o'tiribdi. Endi shifokor o'g'il nimani xohlaydi? Onasi kasal bo'lmasligi. Iloyo shu davrada o'tirgan barcha shu do'stlarimizning onalari hech qaysi birlari kasal bo'lmasin, doim sog' bo'lsin. Hammasi uchun rahmat. Gapirishning o'zi Canımı atken, gerçeksen öldürüp yanımda yatken. Bu benim anam, bu benim anam. Her bir isteğimin çaresini tapken. Beni taş atken, canımı atken, gerçeksen. Assalomu alaykum aziz hamkasblar, onalar, opalar. Mana bugungi tadbirda nishonda biz hammamiz avvalambor shu tadbirni tashkillagan tashabbus qilgan viloyat hokimimizga, tuman hokimimizga, tuman xotin-qizlariga, mana Qizlarxon qachon bo'lsa shu bizning hamma tadbirimizga qatnashib keladilar. Sizlarga ham katta rahmat. Katta mehnat qilgan, xizmat qilganlarga hammaga minnatdorchiligimizni bildiramiz. Hech kim kasal bo'lmasin. Mana shu tilagim shu hamma onalar qatorida bizning onalar ham sog' bo'lsin. Men onam haqida gapiraman, juda ham gaplarim ko'p. Faqat bitta nimani men shu e'tirof qilib aytamanki, shu onam biz 4 ta o'g'ilmiz, 4 o'g'ilni o'qitdilar. Otam bilan birgalikda o'qitishib, mana hozir oilaviy shifokormiz hammamiz. Mana kecha kunga yana bitta yaxshi yangilik. Onam yana bir nabiralari tibbiyot oliygohini tugatib, go'z ekzaminlarini a'lo darajada topshirib oldilar. Shuning uchun hamma onaga shunaqa nasib qilsin, hamma kasb, hamma mutaxassislarga rahmat, sizlarga nafaqat onalarimiz sog' bo'lsin, e'tiborlaringiz uchun rahmat katta. Assalomu alaykum. Shu tadbirda barcha ishtirokchilari, tashkilot rahbarlari, xush kelibsizlar. Avvalo o'sha yuqori tashkilotlarga tashkillagan hammalariga rahmat. Endi onam haqida nima deyman? Bitta o'g'ilman, ikkita singlim bor. Bizning oiladan shifokor chiqmagan. Avvalo ota-onamga ming rahmat. Meni o'qitib, oliy ma'lumotli qilib kasb egasi bo'lishimda erta turib bor mehrini, kuchini, yoshini, vaqtini ayamagani uchun mingdan ming roziman. Bizdan ham rozi bo'ling.
bergan mehnatingizga, mehringizga hammasi uchun biz o'rnini to'ldira olmaymiz. Rahmat. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Fursatdan foydalanib, onajonim, doimo baxtimga sog' yuring. Katta rahmat shunchalik. Siz bilan dadam doim baxtimizga sog'-omon yuringlar. Ona bor hayotda yashash boshqacha. 90 yoshgacha ona bor hayotda yashash boshqacha. Onajon, siz yaxshi bo'ling. Avvalambor assalomu alaykum onajonlarimiz, chinni qo'shiqlarimiz sizlar uchun doim sog' etaman. Doim onajon. Marhamat onajon. Onalarning eng go'zali ko'zga suray yuzlarini, jonim onam, jonim onam. Onalarning eng go'zali ko'zga suray yuzlarini, jonim onam, jonim onam. So'zlari durdonagina, bittayu bir donagina, so'zlari durdonagina, yakkayu bir donagina. Boshimda pardonagina, jonim onam, jonim onam. Boshimda pardonagina, jonim onam, jonim onam. Onalarning mehriboni, jonim onam, jonim onam. Ko'zlarida mehriboni, jonim onam, jonim onam. Onalarning mehriboni, jonim onam, jonim onam. Ko'zlarida mehriboni, jonim onam, jonim onam. Duo bilan siylaganim, sirozor bermaganim. Duo bilan siylaganim, sirozor bermaganim. Bizlar uchun kecha kunduz oromni bilmagan. Bizlar uchun kecha kunduz oromni bilmagan. Onalarning eng yaxshisi mana onam, mana onam. Farzandlaringiz bor, jonim onam, jonim onam. Onalarning eng yaxshisi mana onam, mana onam. Farzandlaringiz bor, jonim onam, jonim onam. Ro'mollari yarashganim, oylar sindalashganim. Ro'mollari yarashganim, oylar sindalashganim. Oydan jannat topganim, jonim onam, jonim onam. Oydan jannat topganim, jonim onam, jonim onam. Onalarning farishtasi, mana onam, mana onam. Jonimga jon rishtasi, jonim onam, jonim onam. Onalarning farishtasi, mana onam, mana onam. Jonimga jon rishtasi, jonim onam, jonim onam. Onalarning farishtasi, mana onam, mana onam. Ko'zga suray yuzlarini, jonim onam, jonim onam. Davom etamiz chiroyli qo'shiqlarimizni onajonlarimizni bajaramiz. Mayram opam, chiqing onajonlarimiz. Davom eting. Tasvir yaxshimi? Shundoqmi? Yo'qmi? Sandamga chalmayman, boshimni balosi.
boshimni qarasi, dardimni davosi, sendan kecholmayman, boshimni belasi. Kimni yorasan, bilarmisan ko'nglim ozorsan. Ey qora ko'z, sen kimni yorasan, bilarmisan ko'nglim ozorsan. Sanunda zor, manunda ovora, kuydirmasan dilimni borasan. Sanunda zor, manunda ovora, kuydirmasan dilimni borasan. Boshimni qarasi, dardimni davosi, sendan kecholmayman, boshimni belasi. 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 Sendan kecholmayman, boshimni belasi. Rahmat onajonlarimiz, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat. Ajana. Deputatdan onasining hayollari. Telefonimni kimga berib qo'yding? Qosh to'kilib qo'yibdi qalam, bor ko'nglimda jimgina alam. Mushtiparim, o'zimni onamni hech qaritma hayot. Tish to'kilib milkida chaynab, yolmasdan yomon ham qiynab, yuragimda otlar qaynab. Onamni hech qaritma hayot. So'z navbatini tuman hokimi o'rinbosari, Xotin-qizlar qo'mitasining raisi Abdug'aniyeva Hamidaxon opaga beramiz. Hurmatli tadbir ishtirokchilari, bizni davramizda mana shu tadbirimiz 10 ta nominatsiya bo'yicha bu tanlov, ya'ni bugungi tadbirimizda 100 bilan yuzlashgan ona nominatsiyasi bo'yicha Dilkisho mahallasining onaxoni, ya'ni 103 ga kirgan onaxonamiz bor. Duolarini olishga chaqirtirganmiz bugun. Ana hammamiz onaxonni duolariga qo'l ochamiz. Mana muhojirimiz shu Kazomuzga katta rahmonlar aytaman. Mana menga o'xshagan qari onalarni taklif qilib, shunchalik nima qildi. Mana keng sharoitlar yaratib, ma'lum o'qitish bolalarimizga, institutlarga kiryapti, yaxshi ta'limlar olyapti. Xudoya, mana singari bunyodga kirsin. 36 nevarar chevaram bor. Mana singari nevarar chevaraylar. Men Ovoz shahridan kelyapman, musofalarman. Texnikum o'qitaman. O'qtam joyi bilanchilik sinfdoshim ota. Ularga ham sog'lom katta rahmat. Ota-onalarga, mana doktorlarga, ammalarga. Mana singari nevarar chevaralik Xudoya bolam. 36 nevarar chevaralik bo'ldim. 10 ta kelinim bor, 10 ta. Hammalarga salomat. Ilohim, mahallamiz rahbari, bana holimdan xabar olib, qari onalarni hurmat qilib, tashrif yurgan.
jamoamiz Zamiraxon o'g'limga, qizimga katta rahmat aytaman. Qanjoni sog' bo'lsin, umri bersin Alloh. Aylanib ketishlardan katta rahmat. 7 yoshli o'g'lim sizga ham sog'lik salomatlik tilayman. Mana sizlarni birlikda keling. Demak, onaxonimizni mahalla nomidan, butun jamoa nomidan tabriklaymiz. Onaxon, mana gullar sizga. Yana ham umringiz uzoq bo'lsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Arzimas bo'lsa ham sovg'alarimizni qabul qilasiz. Onu o'qib bering. Barkamol avlod O'zbekiston taraqqiyotining poydevori va kelajak asosi hisoblanadi. Ona vatan buyuk bo'lmoq uchun shu zaminda yashovchilar aqlan va jismonan sog'lom bo'lishi shart. Ma'naviy va jismoniy barkamol avlodni tarbiyalash faqat milliy ehtiyojgina emas, balki umumdavlat ahamiyatiga molik masala hisoblanadi. Shunday iste'dodli farzandlarni voyaga yetkazib, yurtga munosib farzand qilib tarbiya bergan, yuzdan oshiq nebira-yu chevaralar egasi bo'lgan, yuz bilan yuzlashgan ona Isaq va Mayramxon xolani Farg'ona tuman hokimining tashakkurnomasi kechani kecha, kunduzni kunduz demasdan har doim vatan oldidagi burchini bajarishga oshiqadigan vatanimizni himoyachilari, ichki ishlar xodimlari. Marhamat. Hurmatli onalar, hammalaringni umrlar o'tsin. Juda bu tadbir ishtirokchilariga ham rahmat aytamiz, tashkillaganlarga, rahbariyatlarga. Biz jamoamiz nomida gapga chinonoq bizni umrlaringiz uzoq bo'lsin, duoy davlat qilib yuringlar, yurtimiz tinch bo'lsin. Salomat bo'linglar onalar. Hammalaringni tabriklaymiz. Rahmat. Texnik nosozlik shekilli. چمن عنبری قیس مکان سروری فیروز یاقوت مثلی قیس کان گوهری سر بنده بلندار مثال اندبری کسی سالین قلبما کتme gözümden nari Kimisi var yar sen sonra bana geri Mana bir baba, mana bir baba Mana bir baba, mana bir baba
sevar yor sen mana mana bir bog' mana bir bog' mana bir bog' mana bir bog' Rahmat, salomat. Aziz do'stlar, kuzatuvchilar kuzatib turganingizdek bayram chiroyli tarzda davom etyapti. Mana oldinda aynan qizil joylari. Shunday tadbirni tashkillab bergan tuman hokimligiga va hokimligiga alohida tashakkurimizni bildiramiz. Va birgalikda kuzatishda davom etamiz. Sohaning har bir joyda o'z o'rni va joyi bo'ladi. Demak, hozir davramizga tuman elektr tarmoqlari korxonasi, tuman gazlashtirish bo'limi, tuman yo'llarni ta'mirlash bo'limi hamda obodonlashtirish bo'limining xodimlarini taklif qilamiz, marhamat. Albatta mana mutasaddi tashkilotlar e'lon qilindi. Hozir bular ham o'z onalarini tabriklab qo'yishadi. Albatta hayajonli lahzalar. Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli onajonlar, xushkelibsizlar, hurmatli tashkilotimiz xodimlari, xushkelibsizlar. Mana shu fursatdan foydalanib, onajonimga dilimdagi izhorlarimni aytmoqchiman. Onajon, iloyim doim baxtingizga sog' omon yuring. Shu bilib bilmay o'zingizni olib qo'ygan bo'lsam, iloyim mana shu barcha onaxonlar ichida sizdan kechirim so'rayman onajonim. Doim baxtingizga sog' yuring. Oilada mana ikkita farzandmiz. Shu opam bor, o'zim shu dadam bilan birgalikda bizni katta qildilaring, bekam ikkoz bizni qanaqa imkoniyatimiz bizni o'zlaring to'ldirib bizlarni katta qildilaring. Onajon, sizga kattaga rahmat aytaman. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar, bilaman. Onajonim, barcha onalarga rahmat. Onajon, baxtimga sog' bo'ling. Sizni doim yaxshi ko'raman. Dadam bilan qo'shaqaring. Assalomu alaykum. Avvalambor ushbu festival qatnashchilari, hurmatli onalar, iloyim hammalaring baxtimizga sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammaning onasi hojona bo'lsin. Agar rahmat sizga ham sog' bo'ling, salomat bo'ling. Endi bitta ko'pchilik bilan dadam ichki ishlar organida xizmat qilgan, qanaqa qattiqqo'lligini, nimaligini. Dadam shu qattiqqo'l nimaligiga chidaganingiz uchun sizga rahmat oyi.
Bayram aka. Assalomu alaykum. Onaxonlar. Hammalaring baxtimizga sog' bo'linglar. Biz til bilan ifodalar bo'lmaydi. Ko'z aytadi. Ko'zimiz aytadi. Hammalaringga rahmat, sog' bo'linglar. Onajonim yaxshi. Onajonimni yaxshi ko'raman. Anchadan beri aytib yurardim. Azatlar, ustoz, shunday o'g'ilni tarbiyalaganingizga rahmat. Do'stimiz. Oxirgi qarar Tashqarida yig'ilgan barcha onajonlar hammalaringni umrlaringiz uzoq bo'lsin. Shular qatori shu onajonimga umrlari uzoq bo'lsin. Onajonlar sog' bo'lsin. Shu kirib kelayotgan tug'ilgan kunlari 71 yoshini qarshilaganiga tabriklayman. Onajonlar sog' bo'lsin. Bolajonlarimizni baxtiga, o'zimizni baxtimizga doim sog' yuring. Baxt saodat tilayman. Shu farzandlarini baxtiga doim sog' bo'lsin. Ilohim boshimizda soyabon bo'lib bir umr yuringlar. Dunyo turguncha turinglar. Onam shunday inson bo'lib yaratganingizga, inson bo'lib tarbiya qilganingizga mingdan ming shukrlar. Poyizga poyandoz bo'ling. Assalomu alaykum hamma onalarga, tadbir qatnashuvchilariga. Men bugun batga noladagi odatda qaynonamni olib chiqdim. Ayol kishini doim og'irida, yengilida, dardida, yonida turgan qaynonasi. Onamiz bizni sog'lig'imizda, yoshligimizda, sog'lomligimizda onamiz yonida bo'lganmiz. Ayol kishini dardi o'sha farzand ko'rayotganda eng og'ir dardlarda yonimda turib, faqatgina onamdan suyunch olgan qaynonamni tabriklayman. Doim yonimda bo'lib, sog'-salomat bo'ling. Sizlar har xil mana o'tgan bo'lsa kechiring, yoshlik deganmiz. Siz juda Judayam hayajonli daqiqalar bo'lyapti do'stlar. Assalomu alaykum aziz onaxonlar. Barcha dunyodagi onalar sog' yurishsin. Sog' bo'ling onajon, siz yaxshi ko'ring. Assalomu alaykum onajonlar, hammalaringiz sog' bo'linglar. Shunday o'g'il yetkazganlaringga hammalaringga rahmat. Onajon, sizni yaxshi ko'raman. Yig'lab ko'rishirishvardi buni. Nima deysiz, G'ayrat? Yig'lab Yurist baribir yurist.
Nesirga biz o'zganing yo'li O'zganing yo'li ko'nglimda ish qo'limda tavri men senga qiz o'zganing yo'li shohlardan bog'dan gullagan armonada kun yig'lagan olmayman yerlarga men olsam kular bilan bilmagan olmayman yerlarga men sen külerine bilmegen Gözlerimde tümürgen yar Gözlerimde yordular soçi Gözlerimde tümürgen yar Şahlardan da bana güllegen Karmanada kim yığılgen Olmayla yerler gemi Olsam küler bilen güllegen Olmayla yerler gemi sen külerler bilmegen Yıllar bahari Ben sevgen kız o'zganing yo'li Yıllar bahari Ben sevgen kız o'zganing yo'li Ben sevgen kız o'zganing yo'li Ben sevgen kız o'zganing yo'li Tadbirimiz davom etadi. Hozir davramizga tuman hokimi o'rinbosari Toshpo'latov Ilhomjon, Xotin-qizlar bo'limi boshlig'i Abdug'aniyeva Hamidaxon opani, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Mamajonova Dilbarxon opa rahmatlilar taklif etamiz. Bugungi tadbirimizning eng nimasi Onalarga ehtirom festivalining bir qator nominatsiyalari bor. Shularni egalariga topshirib qo'yishlarini so'raymiz. Marhamat. Aziz do'stlar, hozir qaytarib aytib o'tamiz. Farg'ona tumani Vodil shaharchasi Chinorta istirohat bog'idamiz. Onalarga ehtirom festivali tuman bosqichi bo'lib o'tyapti. Hurmatli onalar, hurmatli mehmonlar, hurmatli hamkasblar. Uzoqdan turib, baribir tadbirni kuzatish boshqacha ekanda. Mana hozir har xil soha vakillarini o'zini yuragidagi dil izhorlarini onasiga ozgina bo'lsa ham yetkazayotganini ko'rib biz ham juda xursand bo'ldik. Shuning uchun hamma onalarimiz iloyim umrlaring uzoq bo'lsin. Bugungi tadbir hammalaringga qutlug' bo'lsin. Men o'sha yerda mana Elbek akani onasini ko'rib turibdim. Tojona kecha bitta adabiyotda bir narsa o'qidim-da. Va oq kiyimda o'tirishibdi. Vrachlar haqida qisqacha yozgan ekan. Hattoki kasallik tufayli bergan tavsiyasi biz uchun hukmga o'tar ekanda. Biz uchun hukmga o'tar ekan. Ro'za tutmang desa, fatvoni o'rnida o'tar ekan.
egilib namoz o'qimang desa, biz uchun shu hukmni o'rnida o'tadi. Shifokorlarni xafa qilish payg'ambarlarni xafa qilish bilan teng ekan. Shu sizni farzandingiz. Shunaqa farzandlarni dunyoga keltirganlaring uchun ming marta rahmat. Mana ichlaringda juda ko'plaring ustoz, o'qituvchilar, ustozlar ham o'ziga yarasha mavqei bor biz jamiyatimizda. Eng asosiysi Xitoylarda bitta naql bor ekan. Jamiyatda onani rolini yo'qotsa yoki onani o'rnini oilada yo'qotsa, bu jamiyat so'zsiz tanazzulga uchrar ekan. Davlat boshqaruvida shu narsa Xitoyda eng oliy maqol yoki eng oliy so'z sifatida ishlatilar ekan. Shuning uchun hech qachon sizlarda oilada o'rnlaring yo'qolmasin. Ona sifatida, turmush o'rtoq sifatida sizlarda rollaring juda ham ko'p. Shuning uchun hozirgi tadbirda ertalabgacha ham sizlar haqlaringni gapirishimiz mumkin. Shuning uchun tuman hokimi meni vakil sifatida jo'natdi. Kirgan, meni salomimni yetkazgan hammalariga, meni minnatdorchiligimni bildirgan hammalariga. Shu sizlarning farzandlaring tumanning ravnaqiga ravnaq qo'shayotgan, tumanning yuksalishiga eng samarali hissa qo'shayotgan xodimlar. Suv xo'jaligida bo'ladimi, elektr tarmoqlarida bo'ladimi, gaz idoralarida bo'ladimi, ijtimoiy sohada bo'ladimi? Shu tumanimizni yuksakka ko'tarayotgan xodimlar. Bugungi tadbir tarixga muhrlanadi. Doim eslaringda qolishini biz xohlaymiz. Men farzandim tufayli shu joyda men ozgina e'tirof olganman deb faxrlanib yurishlarini biz xohlaymiz. Shuning uchun hammalaringga bayram qutlug' bo'lsin. Bugungisi boshlanishi hali ulardan ko'rishamiz. Hammalaringga rahmat. Festivalning eng faol tashkiloti nominatsiyasi bo'yicha tuman tibbiyot birlashmasidan G'ulom va Azizaxon opa taqdirlanadi. Ibratli mehnatkash ona Ahrorova Jannatxon. Eng yaxshi tadbirkorlar onasi Rasulova Matlubaxon. Hurmatli tadbir ishtirokchilari, hurmatli aziz onaxonlar, yana bir bor sizlarni bugungi bayram bilan chin ko'ngildan qutlayman. Hammalaringiz sog', salomat bo'linglar. Bunaqangi tadbirlarda yana uchrashguncha omon bo'linglar. Tadbirni tomosha qilganlarga ham rahmat. Sog' bo'linglar. Ular ichida hurmatli kuzatuvchilar ham bor. Sizlarga ham alohida rahmat. Barcha qatnashganiga rahmat. Akamizga ham rahmat. Duoladi Alloh va injiq qilib. DJ Club on the beats. Sahna ortida xizmat qilayotgan madaniyat xodimlariga ham alohida rahmat aytamiz aziz do'stlar. Mana ular.
Sizlarga rahmat aytib kelyapman-da. Sahna ortida mana Abrorjon, Azamatjon, Dilnozaxon bu yerda. Rahmat. Nimalar ham otib oldik Allah. Nimalarimiz salomat umrlar uzoq bo'lsin. Iloyim. Nimalar borki, Nazaxon tilaklaringiz. Doim sog' bo'ling siz birinchi chiqda. Rahmat. Biz va'dalarimizni o'sha tanitib yuravering nimalar. Charchamang, iloyim. Hayajonlanmang. Mana to'lqinlanib ketdim mana. Men eshitmagandim so'zlarni. Rahmat. Va san'atkor ahli hazilkash bo'ladi, bilinib turadi. Farg'ona tumanini hofiz bilan hofizalari. Yashanglar. Sog' bo'linglar. Xudo xolasa bu bolaga ham mikrofonni beylar. Gapirmay turinglar. Qani. Bu yerda hozir to'liq holat tugamabdi. Eng matonatli ona Yo'ldosh va Hanifaxon aya taqdirlanadi. Ha, bu yerda. Mana hali hamon davom etyapti. Bunday tadbirni hech kim tugatisi kelmaydi albatta. Biz esa endi yakunlamasa iloji yo'q. Sharxonimizda yo'q ekan. Aka chekkada turib xiyol kuzatyapsiz. Yomg'ir boshlashdan oldin tugataylik deyapman. O'sha. Aka sog'misiz? Onajon, qaytdilaringmi? Rahmat. Sog' bo'linglar. Sog' bo'lsin. Sizga ham onangizga katta rahmat. Iloyim. Kuzatishda davom etinglar. Yaxshilik kunda ko'rishib, yana tadbirlarda uchrashaylik. Iloyim. Kattani. Iloyim. Shunday do'stlar, Vodil Chimnordagi istirohat bog'iga barchalarni taklif qilamiz albatta. Bu tadbir tugadi, keyingi tadbirlarga va dam olish uchun tashrif buyurishingiz mumkin. Chunki salqin. Bekzod, qalay kayfiyatlar? Yaxshimi? Charchamanglar. Ana bu yerda Xudo xohlasa hamma tarqal bo'lyapti aziz do'stlar. Hozir ko'rib turganingizdek deb boshlab qoling. Sizlarga ham rahmat. Kuzatuvchilar bizni kuzatganlaringiz uchun. Rahmat. Qani? 103 ga kirdim. Mana hozir 103 yoshli onaxon yonlari kelyapmiz. O'rtog'ingiz keldi. Qachon keldi? Kecha. Bir qadam. Mana aziz do'stlar, 103 ga kelgan onaxonimiz. Keling, yaxshimisiz? Hormanglar. Assalomu alaykum. Duo qiling. Ilohim, Xudo chechur. Ilohim, Xudo chechur. Yaxshilikim bo'lsin, tanjoning sog' bo'lsin. Balli o'g'lim. Tanjonlaring sog' bo'lsin. Mani singari bir yuzga kiringlar. Amin. Allohu akbar. Katta rahmat. Sog' bo'ling. Hojona sog' bo'ling. Chiroyli niyatlarni qiling, o'g'lingizga duo qiling. Ilohim, Xudoya ro'zg'orlarni mustahkam bo'lsin. O'zi ham sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Tanjoni sog' bo'lsin. 103 ga kirdim. Mani singari 103 ga kiring. Kecha tug'ilgan kunim 10 ta kelinim bor. 36 ta nevarachkalarim bor. Nevarali bo'ling. Allohu akbar. Iloyim. Kecha tug'ilgan kunlari bo'ldimi? Amas akami o'rtog'i, kuyovingizni o'rtog'i. Bu bola Vodil City'ning rahbari. Videoyingizni saqlang qo'yadi. Chiroyli bola qiling, Vodilga qo'yadi. Jonli efir ketyapti hozir. Eng qizig'i. Hammasi chiqdi. Mayli, ashula esdalik bo'lib qoladi. Avazbiyada o'rtoqlari bo'lishar ekan. Vodillardan hammaga salom. Hozir dunyo bo'yicha kuzatyapti o'sha Rossiya, Koreya hammasi ko'rib turibdi hozir. Yerim topildi. Avazbi topilibdi.
Sog' bo'linglar. Sog' bo'linglar. Do'stlar, Turkiyaga Avazbek kelibdi. Ish so'rab murojaat qilmanglar endi. U birda jonli efirda bog'langandik. U qaytib ketdi. Salom alaykum. Endi bog'lanishga hojat yo'q. Yozishyapti. Kommentariyada bizga ish kerak deb Avaz akamga yozishyapti. U qaytib ketdi, Vodilda ekan. Topib jonli efir qilamiz, xudo xolasa. Hadi Nozi. Ko'pchilik sizga kommentariy yozolmayapti ekan. Ha, qulplab qo'yganman-da. Negachi yozishyaptilar? Qara yozyapsiz deb shuni yozib yuboryapman. Menikini ochib qo'yganman. Yo, negativlarni yopib qo'yganman. Negativ yozishgan yo'q. Ya, o'qib turib keyin ochib qo'yapman-da, har xil fikrlar bo'lyapti. Mana do'stlar, Chinortay istirohat bog'idamiz. Bu yoqda ham to'y hashamlar boshlangan, xudo xolasa. Dilnoza xonimning xizmatlariga Aytaverasiz. kerak bo'lsa mana Biz xizmatdamiz. Vadil ahli uchun to'ylar, shunaqa tadbirlar uchun mana shu akamga murojaat qilaverasizlar. bemalol, xudo xolasa. To'y tadbirlarni chiroyli tarzda o'tkazib beradilar. Beramiz. Sog' bo'ling, Dilnozaxon. Rahmat o'zlaringizga. Mana suvlarimiz ko'payib qopti. Xudo xolasa. Chaqpali lekin aylangani yo'q. Aylangisi kelyapti, suv kam. Magazinlar ochiq. Bolajonlar bilan bemalol kelib, sayr qilib ketaverasizlar. Xotirjam, yengil. Yengil taksi 1263. Mana aka qolmang. Assalomu alaykum. Tinchmisizlar? Omonmisizlar? Mayli. Bu bola xalq xizmatida albatta. Mana bolajonlar uchun kichkina karasel ishlayapti ekan. Chinortay istirohat bog'ida. Asrorjon, Elbek. O, labbi. Vodilning YouTube kanaliga chin dildan yordam berib kelayotgan hamkorlarimizga rahmat aytamiz. Alohida. Mana bolajonlar mazza qilib o'ynashyapti. Meni ham chiqardi, yig'layapti. Bola bor joyda albatta yig'i bo'ladi. Yig'i bor joyda bola bo'ladi. Rasm sapatimsiz. To'g'rimi? Bola bor joyda yig'i bo'ladi, yig'i bor joyda bola bo'ladi. Shunaqa. Endi 25-maydan yana bir narsani aytib o'tamiz. 25-may kuni Chinortay istirohat bog'ida barcha karusellar ishlaydi. Yangi ochiladi, xudo xolasa. Hozir ta'mirlash ishlarini olib borishyapti. Ushbu karusel yangi tushdi. Hozir boramiz yoniga. Begzod o'tay, Vodil kanaliga omad, rahmat. Soqol qani, soqol har 2 oy 1,5 oyda olib turiladi-yu. Hojon. Qaytdingiz tadbir tugatib? Rahmat, rahmat. Juda chiroyli tadbir. Chiroyli bo'ldi. Xursand bo'ldik. Rahmat sizlarga ham kelganlaringizga. Sog' bo'ling o'zinglar. Mana Bo'ston mahallasidan Sadoqat opam. Kecha bular onalarga ehtirom tadbirini o'tkazishdi. Bo'ston mahallasi, Vodildagi Bo'ston chiroyli tarzda, lekin bu yerda internet tarmoqlari noto'g'ri ishlagan sababli biz to'liq olib bera olmadik. Xudo xolasa tezkida joylaymiz. Tabriklab qo'ying endi. Assalomu alaykum. Hamma Farg'ona tumani, Vodilda aholisi, Vodilda onaxonlari, hammalaringiz ehtiromga, e'tirofga loyiqsizlar. Hammalaringiz sog' bo'linglar, baxtimizga onalar doim sog' bo'lsa. Rahmat Elbekjon. Charchamanglar sizlar. Rahmat, sog' bo'ling. Mana aziz do'stlar,
kecha rost bilan jonli efirni qulflab ko'rgan odamni ta'bi buziladigan darajada internet tarmoqlari yaxshi ishlamadi. Shuning uchun efirni qulflab qo'ydim. Bo'ston mahallasi tadbirlari to'xtamaydi, hali davom etadi. Juda ham Bo'ston mahallasi tadbir o'tkazishga usta va faol. Hoji akamizni Hoji aka, jonli efir Hoji aka. Assalomu alaykum. Sog'laringiz bilan. Salom, bor kellaringmi? Kuzatib turdik. Duoda bo'ldik. Sizlarni ham borsin ishlarga olib, o'zimizga, xalqimizga, yaqinlarimizga yaxshiliklar tilab bersin. Niyatlarimiz shu. Rahmat Hoji aka, sog' bo'ling. Bo'pti Hoji. Bo'ldi Hoji aka. Bo'ldi. Ha, o'shani qo'yaylik, joylaylik, juda esdalik bo'lib qoladi, arxiv bo'lib qoladi. Mana yangi attraksion karusel ertaga ishlashi mo'ljallangan. Xudo xolasa qiy-chuv baqir-chaqir masjidda bo'ladi ertaga. Basenga ham suv ochamiz degandek bo'lishyapti. Lekin hali bilmadik buni anig'ini. Mana do'stlar. Hozircha shu sizlar bilan yana tez orada bog'lanamiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Shu do'stlar, Chinontay istirohat bog'ining eshigini yonginasidan chiqyapmiz. Yana bir ma'lumotni aytib o'taman. Chinontay istirohat bog'ining yonginasi chiqqaningizda o'ng tomonda sayyora parfumeriya do'koni ochilgan. Albatta kelib o'zingizga yoqqan parfumeriyalarni xarid qilishingiz mumkin. Hozir adashmasam obedga chiqib ketishgan bo'lsa kerak, bo'lmasam kirardik. Shorts tariqasida video joylab qo'ydim. Sog' bo'ling, yaxshimiz, qalaysiz, kechmiz. Mana do'stlar. Masjid u yoqda aziz do'stlar. Chinontayni biz oldi tomonda turibmiz. Jumaga borish uchun u yoqqa yurish kerak. Hozircha shu. Munis Market xodimlariga ham alohida rahmat. Kecha kuni Neyron o'quv markazi bilan bu yerda tadbir oldik. Do'stlar, bizdan ayrılishinglar tez orada ko'rishamiz. Hozircha xayr.